İnşallah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka sog'siz, Saddan baxtliomisiz? İsmingiz? Ismim Ahmad Irshod. Ahmad Irshod. Labay. Ahmad Irshodjon, qayerdan bo'lasiz? Oyitlaringiz tabrik bo'lsin, birinchidan kechirasiz. Tashakkur, salomat bo'ling. Sizdan maylilaringiz tabrik bo'lsin. Biz shu yerdan Shibirg'ondan biz shu mintaqamizda qilamiz, shu mintaqa aholiga biz aytganda virus nima edi, bir domin kechasi edi. Mana namozda biz aytdik bir chiqaylik nima oqshom sari bir chakar uraylik, tafriq qilaylik, sira qolmaylik nimadan namozdan. Nima ishlar bilan masruf bo'lasiz boshqa vaqtlari? Biz endi degan ababzoddan bir nimaga biz klinika biz shifoxonaga doktor Amin Azdin oldiga shura bunoni jarroh shura faoliyat qilamiz. Qaysi shifoxonaga? Shifoxona doktor Amin Azdi. U klinik shaxsi labay. Ko'p yaxshi. Qanday Shibirg'on shahar mana bu kechalar kelibsiz, Shibirg'on shaharga parkka kelibsiz. Qanday ko'rasiz? Amniyatni qanday ko'rasiz? Bir aytib ketsangiz. Gapimiz xeyli nima gapi yaxshi gap edi. Biz amniyatda nima fikr qilsak, amniyat xeyli ham yaxshi. Amniyat oromchilik. Biz xushxo'rmizki, shu mavqeatda shuni mana ko'ramiz, falakki kerak bir tafriq qiladi, shakar bo'ladi, har yoqqa ko'ramiz, Guliston oromchilik. Xeyli xush biz ular bu nimadan. Xeyli. Birinchi aytdi, kimga tabrikladingiz? Et qarshi deyadini. Et qarshi kimdan oldingiz? Bizlar uchun endi yoshimizdan bilan aytganday bizlar bizga yarashmay vali bo'z. Ularga ota-onadan ayt qarshi olmadi. Va shunda bo'la. Oldiki filan ham uchun ababamiz biron nima qiladiki, aytadiki, chun senga mushkul emas, senga bakor. Chun boydi xarj bersaylik. Birinchi avvalki ababamizdan nima qildik, xarj berdilar o'zlari. So'ra o'zi navbat bizni keldi, bizga nimalarga berdi, aqoriblarga, kichiklar, jiyanlarimizga. Lava. Chun bu rasmiy rivoj nimada? Rasmiy rivoj bizlarga o'sha farhangimizga lava aytilgan. Lava. Payomingiz bo'lsa ko'ruvchilarga hozir sizni ko'radilar. Boshqa agar nima zabonga biladsiz? Zabon bizga endiga kam-besh faoliyat qilamiz, zabon inglizsiga kam-besh bilamiz. Degan zaboni turkman bilan 50% bilamiz, vali zabon inglizini ko'proq faoliyat qilamiz shu baxshga. Inglizga aytingki, musofir bachalarga, xorijdagilarga aytingki, mana vatanimiz orom, keling Afg'onistonga deb, bahor oylari deb inglizga ayting. In this country, that's the biggest and important country here. We can just save here and we can just live for hour and together here. And I just want something about all of you guys. You have to just come in this country and we can save and we can live together here. And this is the biggest, this is the biggest suggestion for myself. And this is right here, and my big brother is my side right there. So I'm really glad to see you for talking about this one. So thank you for yourself. Tashakkur. Sog' bo'ling aka. Tamam. Inshaalloh mana Radio Fayam Banudi Facebook sahifasidan ko'rasiz videolarni inshaalloh va ham Radio Fayam Banudan inshaalloh sizni eshitadilar. Boz ham aytlaringiz tabrik bo'lsin. Sizga mamnun akam, salomat bo'ling. Ko'pdan ko'p. Sog' bo'ling. Tashakkur. Havoz ko'rishlar aytman, videoni ko'ring.